Xayrli hurmatli tomoshabchilar, biz sizni qonaqxona sahifasini chaqiramiz. Studiyamizning muhtaram qo'noqlari G'aliyaskar Kamal ismidagi Totar davlat akademiya teatrining aydab boruvchi aktyorlari Fanijihan Shah ham Milyosha Shayxiddinova. Xayrli. Buna 1-oktyabrda G'aliyaskar Kamal teatri endi o'zining yangi sezonini boshlayacak. 105-sezonda tomoshabchilarga nima yangiliklar taqdim etasiz? Nelar bilan sevindirgachinasiz? Bu yil yangi komediyalar oynaymiz. To'xtay olmaymiz. Emotsiyalar to'lgan. Xalqning komediyalar qarorga hozirlaymiz. Shularning birisi bu bizning Fransiyadan kelgan rejissyorimiz Nicolas Sarkozy deb aytayapsiz. Strobe. Tartufmi. Alaysa obrazga kirib, hech kimga ishonib ketolmaycha, o'sha hislarda o'qanimda. Repetitsiya kechgan. Mana obrazi Dilafruzda Turkiya o'zgan yilga premyeralarning eng o'ng'ishlisi bo'lgan edi. Yo'q, eng o'ng'ishlisi 41-yilning Arbali xotinlari. Shular bilan ikkisi bek o'ng'ishli bo'ldilar. Ular birsida jalatalar, birsida jirlatib kuldiradilar. Bu yilda shu premyerani biz davom ettiramiz deb o'ylaymiz. Endi 41ning sahnasida ishlaymiz. Bo'ldi endi.